Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 78-mo'jiza. Alloh taoloning haqligini tasdiq qilgan edi, Alloh taolo ham uni so'zini tasdiq etdi. Shaddod ibn Hoddan rivoyat qilinadi. Arabiylardan bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, islomni qabul qildi va u zotga ergashishni ma'lum qilib, men siz bilan birga hijrat etaman dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni sahobalaridan ba'zilariga tayin etib hamroh qildilar. Xaybar g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ljalarni taqsimladilar. O'sha arabiyga ham o'ljadan ma'lum miqdor taqsim qilib, uning haqqini egasiga yetkazish uchun hamrohlariga berdilar. U qo'shin ortida qo'shin uchun qo'y boqar edi. Kelgan vaqtda hamrohlari o'ljadan unga ajratilgan haqqini berdilar. U kishi bu nima deb so'radi. Sahobalar senga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ljadan taqsim qilgan narsa deb javob berdilar. Arabiy uni ko'tarib Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bordi va men sizga bu narsa uchun ergashmadim, lekin mana bu joyimdan otilib o'lgandan keyin jannatga kirish uchun ergashgan edim deb halqumni ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar sen Allohni tasdiq etsang, Alloh ham seni tasdiqlaydi dedilar. Keyin o'sha odam jang boshlanganda jangga kirdi. Uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga keltirdilar. U o'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu o'sha kishimi deb so'radilar. Sahobalar ha deb javob berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u Alloh taoloning haqligini tasdiq qilgan edi. Alloh taolo ham uni so'zini tasdiq etdi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni jubbalariga kafanladilar. Janoza namozini o'qib, haqqiga duo qildilar. Allohim, bu bandang sening yo'lingda hijrat qilib shahid bo'ldi. Men unga guvohman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 79-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning duolari barakasidan 10 ta farzand ko'rgan xotin. Ummu Sulaym Abu Talha Ansoriyga turmushga chiqqanda yoqimtoy bir go'dak ko'rdi. Go'dakning otasi Abu Talha ham uni juda qattiq yaxshi ko'rar edi. Go'dak dardga chalinib vafot etdi. Otasi Abu Talha o'z ishi bilan edi. Ishdan qaytib bolasi haqida so'raganda, xotini Ummu Sulaym u oldingidan ancha tinch deb javob berdi va eriga kechki ovqatni keltirib berdi. So'ng xushbo'ylanib, erini ko'ngliga manzur bo'ladigan eng yaxshi kiyimlarni kiydi. Eri undan o'z hojatini bitirib bo'lganidan keyin unga qarab, "Ey Abu Talha, sen nima deysan? Agar bir qavmdan bir narsani qarz omonatga olgan bo'lsa-yu, omonatni bergan qavm olganidan o'z omonatlarini so'rasa, omonatni olgan qavm ularga rad javob berishi mumkinmi?" deb so'radi. Abu Talha yo'q deb javob berdi. Shunda Ummu Sulaym, Alloh azza va jalla senga bir farzandni omonatga bergan edi. So'ng uni o'ziga qaytib oldi. O'zingni qo'lga ol, sabr qilgin, istirjo kalimasini aytgin dedi. Abu Talha tongda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib bo'lgan voqeani aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh siz ikkingizning kecha o'tkazgan tuningizga baraka bersin deb duo qildilar. Ummu Sulaym yana homilador bo'ldi. Bola tug'ilgach, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga keltirdilar. U zot sallallohu alayhi va sallam xurmoning bir bo'lagini olib chaynadilar va chaynalgandan hosil bo'lgan tupuklarni jamlab go'dak og'zining to'riga soldilar. Go'dakka mehribonlik ko'rsatdilar. Go'dak sergak tortib, og'zidagini yutdi va tilini chiqara boshladi. Ummu Sulaym, "Ya Rasululloh, unga ism qo'ying" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh deb ism qo'ydilar. Madinada fazilatda unga teng keladigan yigit yo'q edi. Undan Alloh taolo yo'lida jihad qilgan ko'p o'g'illar tug'ildi. Abdulloh Fors diyorida shahid bo'ldi
Bir rivoyatda keltirilishicha, Abu Talhaning 10 ta farzandi bo'lgan va hammasi hofizi Qur'on, ya'ni qori bo'lishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 80-mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam so'rovchidan oldin uning savoliga javob berganlari. Vobisa Asadi roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordim. Xohlardimki yaxshilik va gunoh amallarning birortasini qoldirmasdan hammasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rab bilib olsam. Borganimda u zot sallallohu alayhi va sallamning atroflarida musulmonlardan bir jamoat fatvo so'rab turgan ekan. Oralarini yorib o'ta boshladim. Ular o'zingni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nari olgin ey vobisa deyishardi. Men o'tkazib yuboringlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqin kelishimga yo'l beringlar. Chunki u zot menga insonlarning eng mahbubrog'idir. Yo'l beringlar der edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vobisani o'tkazib yuboringlar deb 2-3 bor takrorladilar. U zot sallallohu alayhi va sallamga yaqin kelib ro'paralariga o'tirdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ey vobisa, biror xabaring bormi yoki mendan so'rash uchun keldingmi dedilar. Men yo'q, balki o'zingiz mening nima sababdan kelganimni aytarsiz dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam yaxshilik va gunohlar haqida so'rab kelding dedilar. Men tasdiqladim. Barmoqlarini musht qilib ko'kragimga tirab, ey vobisa, qalbingdan fatvo so'ragin, o'zingdan fatvo so'ragin deb 3 marta takrorladilar. So'ng agar bir ishga insonlar senga fatvo bersa ham, agar ular senga fatvo bersa ham, yaxshilik, savob ish nafsing bilan xotirjamlik topadigan narsalardir. Gunoh esa nafsingda shubha uyg'otadigan, qalbingda ikkilanish paydo qiladigan narsalardir dedilar.